Uka, qara qiz kelibdi. Uji sochingni ham oq tushib ketgan. O'tgan safargidek gapingni topib gapira olmay chiqmang, iltimos. Opa, yoshim 30 ga kirdi. Menga aql o'rgatmang. G'aji beraman bundan qizlar. Opa, shans bering bo'ldi. Qaynam, shu safar hal qiling. O'tgan safar ham uchrashuvga chiqqanda oyog'ingiz qaltirab parod qildingiz. Akangiz urshatdi. Yanga birinchidan bu aqllarimiz bor, o'quvchilaringizga o'rgatasiz. Ikkinchidan men chimildiqqa kirmayapman bu darajada hayajonlangan. Qiz bolaga gapirmaysan deysizmi? Kecha oqshom bilan telefonda bo'lgan nimalar dedim, bilasizmi? Aytib berdim hammasini. Ay bo'ladi. Просто tinch qo'yingizlar, men hozir kirib o'zim hal qilaman. Ketdim. Ya bu yoqqa boringizlar sizlar men. Hop. Nima aytabular? Hozir kirib yuboraveraman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kattagina yechmaydimi deyman. Yaxshimisiz? Yelanlarga tegamayman shekilli. Qarang, Sarvoli pizzada yangi pizza chiqibdi. Tushonkali pizza ekan. Hamma maqtayapti. Siz ham pizzani yaxshi ko'rasizmi? Uncha qiz bolani ko'rsam qaltiraysan, mujik bu. Gapir. Bo'lmaz, yoraveraman. Qarang, Namanganda Sarvoli pizzani ikkinchi filiali ochilibdi. 11-oktyabr kuni 17:00 da tantanali ochilishi bo'lib o'tar ekan. Yulduzlar, aristokratlar jamoasi kelar ekan, yana ko'p sovg'alar berilar ekan. Manzil Namangan shahar, Taxta ko'prik, Sumalak chorrahasidan shunday o'tganda ekan. Xohlasangiz birga